Aka 200 dollarlik rasxoddan qo'shib 4000 dollarga tushib o'tiribsiz aka. Assalomu alaykum Tarozi Class kompaniyasi hamda mijozlari. Bugun bir mijozimizdan kelib tushgan murojaat bo'yicha yetib keldik Toshkent viloyat Quyuchirchiq tumaniga. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek Drabilka zavod, bu yerda 18 metrlik eniga 350 tonnalik tarozi o'rnatib berganmiz. Bu yerda o'sha tok ta'minoti bo'yicha skachok, ya'ni tok sakrashibdan keyin tarozimizga jiddiy zarar kelib tekkan. 14 ta datchik, tablo, hamma narsa 100% kuygan va yaroq soatga yetib kelgan. Hozirgi mijozimizga biz shu elektron qismlarini yangidan qo'yib beramiz. Hozirgi bu mijozimizni qiladigan o'sha rasxodlari 3,5 ming 4 ming dollar atrofga kelib tushyapti va buni oldini olish uchun antiga 200 dollarlik stabilizator qo'yish kerak edi va bu narsa aytib o'tilgan. Shu sababli bizda hozir bunaqa katta rasxod kelib chiqyapti. Sizlarga ham shunday turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa katta zararlarni oldini olish uchun o'z ehtiyot chorangizni ko'ring. Tarozdan oldin обязательно 200 dollarlik stabilizator oddiygina bo'lishi shart.